Butun O'zbekistonda menimcha Jak modellari egallab bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar, bugun biz Toshkentda joylashgan Jak Avtouz avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 2026 da Jak narx-navosi nech pul bo'lyapti? Qanaqa yangiliklar bor? Hammasini sizlarga batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz do'stlar. Video boshidan bir dona like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. Fikrlarini esa kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Shunaqangi Jak qidirib yurgan tanishlarga videoni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Jakda har xil modellari bor. Crossover deysizlarmi, mini avtobus, xullas kalom pul topar hammasidan bor do'stlar. Sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Video rolikda ichkaridan menejerlar bilan birgalikda obzorimizda davom ettiramiz akalar. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, hurmatli obunachilar, menejer akamiz bizga obzorimizda yordam beradi. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. O'zi yaxshimi? Deylarmi? Charchab qolmadinglarmi? Rahmat. Aka, 2026 Jakda qanaqa yangiliklar bor? Shu haqida bir gaplashsak. Avvalo assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Jak Avto O'zbekiston bilasizlar, biz anchadan ish faoliyatimizni olib boramiz. Biz rasmiy vakil bo'lib sizga shuni ayta olamanki, hozirgi kunda bizada juda ham ko'p Jak mashinalarimiz bor. Bulardan asosan X200, M3, M4 modellarimiz, Sunray modellarimiz bor. Bu yoqdan lehkovoylarimizdan JS6, crossoverlar, lehkovoylar. Bizda Jak mashinasini hammasi xudoga shukr bor. Qilib beramiz bemalol. Siz menga endi sekin-sekin o'sha qiziqtirgan obunachilaringizga qiziqtirgan savollaringizni bersangiz, men bitta-bitta sekin-sekin javob berib ketiraman. Menimcha Jak butun O'zbekiston hamma joyiga borib bo'ldi deb o'ylayman, ha. Shunaqa. O'zi qolmadi, hamma joyda Jak. Shunaqa. Endi biz hozir maksimal harakat qilyapmiz, yo'lovchi tashishda shug'ullanadigan akalarimizga yetkazib berishga, liniyalarga hozir M3 modelimiz ommabop bo'lyapti. Chunki nimaga desangiz, bu mashinamiz o'zini baquvvatligi bilan, o'zini tejamkorligi bilan xalqimizga manzur bo'lib turibdi. Hozirgi kunda o'zingizlarga ma'lum. Ko'p talab bo'layotgani shu. Talab juda ham katta bo'lyapti. Bu M4 modelimiz. Bu M4 a? M3 modelimiz ham talab juda katta. Shunga maksimal harakat qilyapmiz. Mijozlarni xafa qilmasdan, xudo xolasa yetkazib berishga chiroyli qilib beryapmiz. Qanaqa endi buni narx-navosi, to'lovlar masalasi qanday bo'lyapti aka? Qanaqa yangiliklar, o'zgarishlar bo'ldi? Hozirgi kunda bizani Jak Global kompaniyasi o'zini xabaringlar bor, Sergelida o'zini zavod qurilyapti bizda. Zavodini ko'rgandik. Ko'rgansizlar. O'sha zavod qurilayotgan hisobiga milliy brendga aylanib bo'ldi. Xudo xolasa zavod o'zimizda ishlab chiqarish boshlanadi. Shu sabab banklar tomonidan hozirgi paytda bizga imtiyozli, ya'ni o'sha klientlarimizga yana ham arzonroq bo'lishi uchun imtiyozli kreditlar, 0% takliflar chiqyapti. Biz hozir klientlarimizga M3 modelimizga 0% rasochka qilib bera olamiz bemalol. M3 ga. M3 ga 9 kishilik, shu hamma biladigan Abu sayohatchi akamiz ham shu M3 modelida sayohat qilyaptilar. Butun dunyoni aylandilar. O'sha akamiz ham shu mashinamiz baquvvatligi uchun shu M3 tanlaganlar deb o'ylayman hozir. Shu modelimizga qilib beryapmiz. Bundan tashqari M4larimizga ham avtokreditga bemalol qilib beramiz, chiroyli qilib. Hozirgi kunda yana eng ommabop bo'layotgan mashinalarimizdan Jak X200. Bu modelimiz hamma akalarimizga, mana bu yuk tashiydigan akalarimizga eng yoqayotgan biznesmen akalarimizga talabga juda ham mos tushadigan mashinamiz. Bu mashinamiz hozirgi kunda наличиеda bor. Bor, ha? Bu modelimizni 3 xil ko'rinishda xarid qilsa bo'ladi. Ya'ni бортовой, shassi, promtovar, tintovka variantlarini qabul qilib, bemalol olsa bo'ladi. Bu modelimizga qisqacha to'xtaydigan bo'lsak, ko'rinish jihatdan juda ham chiroyli ishlangan model bu. Hamyog'i elektrический bo'ladi. Oyna ko'targichlari, konditsionerlari bor. Oldi o'rindiqlarda 3 kishi qilsa bo'ladi bemalol. Mashinamizda yuk ko'tarish hajmi 2 tonna deb yoziladi. Endi bu yoq o'zbekchilik. Bosib ketaveradi. Bemalol 3,5 tonnagacha ham oladi. Chunki sababini aytaman. Mashinamizning oldi baloni 15, orqa balonlari qo'sh balon 13 qo'yilgan. Qo'sh balon. Bu yana ham bu degani og'ir yuk ko'tarishga yordam beradi. Bu resorli bo'ladi. Orqasi resor, oldi prujna manzator bo'ladi. Mashinamiz kuzov jihati uzunligi 5 metr. 5 metr uzunlikda. 5 metr uzunlikda. Bortini yuk ko'tarish hajmiga qaraganda uzunligi ham 3 metrdan oshiqroq.
metr 100 atrofida bemalol yuk ortishadi. Eynaklar ham bo'lsa 180. 180. Bemalol yukligini ortib yursa bo'ladi. Bunda rasxodlar qanday? Eng qiziqtirgan savol. Rasxodi mashinamizda ikkili atmosferniy bo'lgani uchun bemalol gaz propan uстановка qilsa bo'ladi. Tanlamaydi. Tanlamaydi, motor kaprizni emas. Xudo xolasa bizga tomonidan rasmiy kafolat ham beriladi bu mashinalarga, ya'ni 5 yil. 5 yil 5 yil garantiya beramiz mashinaga. Ko'rib turibsiz, o'zimizda servis. Servislar ham bor. Bizning o'zimizda servis, o'sha xitoylik xodimlarimiz tomonidan kompyuter diagnostikalari va boshqa har qanaqa muammoni xudo xolasa o'zimizning klientlarimiz uchun biz qilib beramiz maksimal darajada. Undan tashqari qo'shimcha sovg'alarimiz ham bor. Endi kelishganda unisini o'zimiz chiroyli qilib. Sovg'alari ham bor. Sovg'alari ham bor. Xudo xolos bu yoqqa kelgan Jak Avto O'zbekistonga kelgan hech qaysi mijoz hali shu paytgacha xafa bo'lib ketmadi. Xudoga shukr, hamma xursand bo'lib ketadi. Shundan tashqari odamlarni o'zligi bilan olib kelishadi. Chunki sababi ishi oson bitgan odam baribir yana kelgisi keladi. Shu bu modelimizani. Bu ham bir xilmi? Bular hozir ko'rinishdan bir xil turibdi, chunki sababi buni tenti bor. Tenti yig'ib qo'yilgan. Mijoz qayd qilganlardan keyin tentlarni chiroyli qilib yig'ib beradi. Tentli, tentsiz shunaqa variantlarda olsa bo'ladi. Bemalol budka varianti ham bor. Prom tovar degani budka varianti ham bor. Eshiklari bemalol u ham yopiq holatda bo'ladi. Mana bu kolbasa, sir mahsulotlarini tarqatadigan akalarimiz yoki birani firmalar mana bu katta kompaniyalarga juda ham mos tushadigan mashina bu. Tushunarli aka. Narxi qanday hozir buni? Hozirgi kunda. Bartovoyimizning narxi 231 million 840 ming so'm. Tentovkamizning narxi 238 million 560 ming so'm. Prom tovarimizning narxi 258 million 720 ming so'm chiqyapti. Buni xohlasa naqd ko'rinishda, xohlasa перечисление, xohlasa 30% boshlang'ich to'lov bilan bemalol avto. Keyin men bitta narsani yana qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bizani chunki uzoq viloyatdan ko'rgan klientlarimiz ham bor. Bu akalarimizni baribir hammamiz qishloq xo'jaligidan har xil yo'llar bilan, misol uchun oila teratadigan odamlar bor-da. Ularga misol uchun yolg'onni gapirish hojati yo'q. Chunki rostini hammasini rost gapiradi, rost o'sha narsani amalda ko'rsatib beradi. Biz nima deya olayman? Mashinani tan narxidan hozirgi kunda 31-yanvargacha xarid qilishsa 16 million 800 ming atrofida skidkasi bor mashina. 16 million. Men hozir aytgan narxlar bu skidka narxlarida aytdim. Agar o'zining narxini ham agar misol bizga bog'lanishsa, menejerlarimiz batafsil ma'lumot berib, rasmlarni Telegram orqali ham tashlab berishadi. Ko'rib, bemalol xarid qilishligi mumkin. Tushunarli aka. Bo'lmasa krossoverlarni ham ko'rsataylik. Bu keling aka. Ichkaridan videoni davom ettiramiz. Layklarni bosib turasizlar akalar. Bu yog'iga endi. Ichkariga ham kirib oldik. Qaysi modelni ko'rsatamiz aka birinchi? Mana bundan boshlaylik. Bu modelimiz Jak J8 modeli. J8. Bu modelimiz juda ham uzoq kutilgan modellardan bittasi. Chunki Jak oilasida bu juda ham qulay. Bizani o'zbekchilikda bilasiz, bola chaqa ko'p, oilalar juda ham qo'l keladi bu mashinamiz. Chunki sababi bu mashinamiz 7 kishilik. Mashinamizda har tomonlama qulayligi 100% desa ham bo'ladi. Chunki nimaga aytsangiz, 7 kishilikni o'z ichiga olgani bilan mashinamizda qo'shimcha bagaj ham qolgan. Mashinamiz 1.5 turbina motorda. 150 ta ot kuchi bunda. Mashinamizda xolodilnik, elektropaket, hamma yoq 360 kameralari, besключевой dostuplar, hamma narsa mashinamizda mujassam. Mashinamizga yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, orqa sidenlari ham detskiy deyiladi. Bunda detskiy emas, hamma narsasi katta, bemalol 7 kishi o'tirganda ham siqilib qolmaydi. Nechta pozitsiyasi bor aka? Buni hozirgi kunda full pozitsiya. Bu full. Bu mashinamizning hozir pozitsiyasi yo'q, chunki bu mashina o'zi full pozitsiya keldi. Aytmoqmanku, mana milliy brendga aylanib borayotganligimiz uchun xalq tilida aytganda ishonch timsoli deydimi? O'sha odamlarni ko'rib, bizning mashinamizni haydab, xudo xolasa, ma'qul kelsa, bu yog'iga o'zimizning Jak mashinamizni hayd qilishadi. Buni ham xuddi shunday aytganimda 5 yil kafolati bor. Mashinamizni servisdan, zapchastdan hech qanaqa muammosi yo'q mashinalar bilan. Hammasi o'zimizda bor, bemalol xarid qilsa bo'ladi, ko'ngling xotirjam qoladi. Buni narxi qancha hozir? Bunimizning narxi 299 million so'm. 299 million so'm. Buni bemalol shu aytganimdek naqd pul yoki перечисление yoki boshlang'ich 30% bilan avtokredit olishsa bo'ladi. Bunga ham qo'shimcha sovg'alarimiz bor. Undan tashqari hammasi chiroyli qilib beriladi.
Tushunarli. Yana qaysi modellarimizni ko'rsatib o'tamiz? Bu ham crossover modelimiz. Crossover Bunimizni boshdan narxini aytib ketaman. Bunimiz 280 million so'm. 280. Aha, 280 million so'm. Bu 5 kishilik bo'ladi. Sportivniy sideniyada bo'ladi. Ichlari bizani akalarimiz Mercedes bilan BMW ni solishtirishadi. O'shaning uchun buni ham shu modelli ichlari ham BMW dizayn qilib ishlangan. Bunda ham shu xolodilnik hamma insonga nima kerak bo'lsa, hamma narsa mujassam bu mashinada. Mashinamiz bu ham full pozitsiya bo'ladi. Eng full a? Buni ham eng fulli. Mashinamizda 5 kishilik, bemalol orqalari keng, bagaj qismi ham juda ham keng. Bagaj qismida prisoskalari bor. Bemalol misol uchun bagajimizni o'ziga ichiga bemalol mana bu yuklarni ortsa ham yetarlicha joy qoladi mashinamizda. Bunga ham gaz uстановка qilsa bo'ladimi bular? Bemalol bunga gazdan propan uстановка qilganingiz Faqat propan. Ustalarimiz ko'rib o'zlariga yana bir tavsiya berishadi. Agar propan qo'yilsa juda ham yaxshi bo'ladi bu mashina. Chunki bu mashinamiz 1.5 turbina. Shu sababdan turbina motoriga propan qo'yilsa yana ham 100 benzin, 95 benzindan kачествосini beradi. Tushunarli. Bu modelimiz Bu mashinamiz Jack G7. G7 bu sedan. Bu mashinamizda bemalol Malibu'mizga taqqoslaslik bo'ladi. Chunki bu mashinamizda bu ham full pozitsiya. eng full a? Eng full pozitsiyada mashinamizda lyuk, abagrev, abduflari bor. Mashinamizda salon qismiga kam plastmas detallar ishlatilgan. Mashinamiz juda ham chiroyli, bu ham mustahkam mashinalardan. Chunki sababi bu mashinamizning podveskasi независимый bo'ladi. Shu hisobda haydovchiga yana ham qulaylik beradi. Buni boshqa pozitsiyalari yo'qmi? Bu mashinamizda full pozitsiyada kelgan. Bu mashinamizning eng katta fishkalaridan bittasi, men endi o'zim uchun buni bagaj qismi. Bagaj qismi ro'zg'orbob juda ham keng bo'ladi. Bemalol propan uстановка qilsa ham yana joy bor. Joy qoladi bemalol. Bu mashinamizning narxi, getimizning narxi 225 million. Buni ham 3 xil ko'rinishda bemalol xarid qilsa bo'ladi. Naqd ko'rinishda перечисление boshlang'ich 30% bilan bemalol xarid qilsa bo'ladi. Bizda yana qo'shimcha qilib ketaman. Mijoz kelganligidan keyin bu xudo xolisa 1 kunda ishlik hal bo'ladi. 1 kunda hal bo'ladi. Xudo xolisa maksimal darajada menejerlarimiz yo'q, qolishmaydi. Choy, kofe ichib turishsa, bizda bu yerda menejerlarimiz hamma dokumentlarni hal qilib, bankka birga borib, mijoz bilan hammasini boshidan oxirigacha birga turib, kalt topshirilgungacha menejer xizmatda bo'ladi. Shu mijozni qo'llab-quvvatlash bizda yana qanaqa xizmatlar bor aka? Trading xizmatlari ham bormi, yo'qmi? Trading xizmatlari hozirgi kunda bizani o'zimizda oladigan bo'lsak bor. Biza bozorda shu akalar bilan kelishilgan holatda mijozni biz o'rtada turib ko'rishtirib qo'yamiz. Ular o'ziga gaplashib, narxlashib, to'g'ri kelsa, ma'qul bo'lsa o'ziga shu oldi berdi qilib mashinamizni xarid qilishligi mumkin. Ochiqdan ochiq tradingni biz o'zimiz qilmaymiz. Chunki sababi mijozdagi bu ham bir noqulaylik yaratmasligi uchun. Chunki o'ziga savdolashsa, baribir ham hammasi shaffoflik bo'ladi. Shaffoflik bo'lsa baraka bo'ladi aka. Shu hisobdan shu o'zligini uchrashtiramiz. O'ziga ma'qul kelsa, narx-navo to'g'ri kelsa, sotib bemalol bizdan xarid qilishligi mumkin bo'ladi. Tushunarli. Bo'lsa yangiliklar shura aka? Yangilik bor yana aka. Men videoni oxiriga ataylab tayyorlab turdim. Bizani hozirgi salonimizga yangilik bo'lib Jack RF8 modeli kelgan. RF8. Bu modelimiz juda uzoq kutilgan akalarimiz, biznesmen akalarimiz bu mashinamizni oylab kutishtirsa ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki juda ham bu uzoq kutilgan mashina. Ko'ryapsiz, oblisovkalari o'zini dizayni bilan alohida Jack mashinalarining orasida ajralib turadi. Ajralib turibdi o'zi. Ajralib turibdi. Bu mashinamiz luxury bemalol ayta olaman, chunki bu mashinamizning saloni, tashqi dizaynlari juda ham chiroyli ishlangan. Bitta knopka bilan mashinamizning eshiklari ochiladi. Gap yo'q. O'zi ochib qo'yadi. Hoji otalarni olib yurishga mashinamiz juda ham qulay. Ota-onasining duosini olaman degan akalarimiz bo'lsa, bitta shu mashinani xarid qilsa, xudo xolisa, juda ham bemalol yotib, chiroyli mashinamizdan bemalol yotib dam olib, mashinamiz full komplektatsiya bo'ladi. Salon qismlari ham juda ham chiroyli qilingan. Haydovchi uchun ham. Buklari ham bor ekan. Hamma narsasi bor mashinamizda. Besparvoy zaradka, xolodilnik, hamma narsa bor mashinada. Ichlarida podsvetkalar yonadi. Hamma narsa mashinamizda mujassam. Bu mashinamizni juda ham o'zini hurmat qiladigan, bir ota-onasining duosini olaman degan akalarimiz uchun eng zo'r tanlov deb o'ylayman. Chunki bu mashinamizning narx jihatdan ham o'zining dizayniga juda ham arzon.
423 million 500 ming so'm bilan bu mashinamizni olishsa bo'ladi. Bu mashinamizni ko'p akalarimiz, Kia haydaydigan akalarimiz bu mashinamizni narxini ko'rib, ikkita, uchta zakaz qilgan akalarimiz ham bo'ldi. Yo'q, Bu mashinani men yana bitta misol qilib ayta olaman. Viloyatli akalarimiz bu mashinani xarid qilib, bemalol to'yga yoki bir radomlarga chiqishsa bo'ladi. Chiqib haydashsa bo'ladi. Chunki bu mashinani ko'rinishi ham, o'zini qulayliklari ham bemalol mitsam bo'ladi. Hozirgi talabga javob bera oladi. Bu mashinani ham shu aytganimdek 3 xil ko'rinishda xarid qilishsa bo'ladi. Bemalol boshlang'ich to'lov bilan ham, keyin перечисление bilan ham, plus naqd ko'rinishda ham olishsa bo'ladi. Tushunarli aka. Bunga ham o'rnatsa bo'ladi gaz. Bunga ham gaz, propan o'rnatsa bo'ladi. Chunki motori ikkili bo'ladi, buni ham Tanlamaydi. motori gaz, propan tanlamaydi. Juda ham qulay mashina. Ko'rinish jihatlarini ko'rib, 360 kameralari bilan bu mashinamizni haydovchi uchun juda ham qulaylik yaratadi. Mashinamiz full komplektatsiyada. Ranglari necha xil rangi bor buni? Ranglari bu mashinamizning qora, oq hamda fioletoviy ranglari bor bu mashinamizning. 3 xil. 3 xil ranglari bor. Bu mashinamizni xarid qilgan mijozlarimizni tantanali, chiroyli qilib, xudo xolasa, topshiramiz bu mashinamizni. Chunki bu mashinamiz juda ham uzoq kutilgan mashinalardan bittasi. Hali yangilikni. Yangilikni zo'ri bu mashinamiz. Shuning uchun videoni oxiriga bu mashinani saqlab qo'ydim. Qolgan mashinalarimiz singari bu mashinamizni xudo xolasa xalqimizning xizmatini qilib, ishonchini oqlab beradi. Tushunarli aka. Bo'lmasa, menimcha hamma yangiliklarni aytib bo'ldik. Bitta lokatsiyani bir tushuntirsangiz yana. Lokatsiyamizni qaranglar. Juda ham qulay joyda lokatsiyamiz. Rohat Kurukni menimcha hamma bilsa kerak. Biladi. Toshkentda Rohat Kuruk, bu yog'imizda Rohat metro, bu yog'imiz Yangiobod metro. O'shani o'rtasidamiz. Qo'ylu tomondan kelishganda Rohat Kurukka yetmasdan o'ng qo'lda keladi. Bu yoqdan vodiydan kelishganda Qo'yli bozorga qarab yurganda birinchi razvoratdan burilishsa bizani shunda ko'rishadi. Jak reklamalarimiz turibdi. Tepadan bemalol metroni ham ko'rsatishingiz mumkin mana. Bemalol metrolarimizdan kelib foydalanishligi mumkin. Metroda kelib mashina minib ketsa ham bo'ladi. Bemalol. Aka, boshqa joyda ham salonlaringiz bormi yo faqat shumi? Biza hozirgi kunda o'sib borayotgan kompaniya bo'lganimiz uchun xudo xolasa kelajakda yana boshqa filiallarimiz ochilsa, bu to'g'risida alohida video qilamiz xudo xolasa. Hozircha shu yerda. Hozircha faqat shu yerda. Boshqa joylarda. Biza hozir maksimal bitta joyga urg'u beryapmiz, chunki nima desa bo'ladi, soni ko'p, sifatsiz bo'lgandan soni bitta bo'lib, biz maksimal xudo xolasa xalq ishonchiga kirib, xizmatimizni chiroyli qilib bersak, kelajakda ochilib qolsa yana bir alohida videolar qilib xalqimizga aytamiz yangi filialimiz ochilganini. Tushunarli aka, bo'lmasa sizga rahmat. Salomat bo'ling. Xudo xolasa hammanglarni Jak Avto O'zbekistonda kutib qolamiz. Xudo xolasa kelsanglar, menejerlarimiz maksimal sizlarga hammanglarga xizmat qilamiz. Ishinglarni bir kunda soddalashtirilgan tartibda qilib berib, hammanglarni nima desa bo'ladi, mehringlardan joy olib, xudo xolasa kelajakda boshqa xaridlarni ham kutib qolib xizmatinglarni qilamiz. Bemalol kelinglar, hammanglarni kutib qolamiz. Rahmat sizga aka. Salomat bo'ling aka.